Tezroq katta bo'lgan hopmi? Hali meni kelajakda orzu-havaslarim juda ham ko'p. Menga qarang, azmani yaqa og'aynim bo'lsa, qanaqa qilib bu ishini menga qiladi? Shommen shu o'rtoqlaringizga dudimi? Gapim to'g'ri chiqdimi? Mana endi ahvolingizni qarang. O'zimni muammoyim o'zimga yetarli. Saniki ortiqcha hozir. Bo'ldi qil deysiz. Yo'q, endi bo'ldi qilmayman. Hey! Erkak kishi uyidan halovat qidiradi, lekin biznikida halovat yo'q. G'urbat. Telefon bor, qaramoy. O'rtoq yaxshimisan? Ho, o'rtoq, Nima qilyapting? qo'ylarimga qarab o'tirdim. Bo'ldi, hozir boraman. Keluvdim o'rtoq. Hozir chiqaman. Yaxshi bo'lsa, charchaversa yaxshi kelding. Nima og'ir bo'lib po'choq ko'tarib yuribsan? Odamlar eshigini tagiga ilib qo'ygan ekan. Qo'ylaringga berasan deb olib keldim-da. Po'choqlarni olib kirib tur. Men ketingdan hozir bo'pti. Yana bir kelaman. Boy bolalarning o'zi ikkita o'rtog'i bo'ladi. Bittasi boy bo'lsa, bittasi soatda kambag'al bo'ladi. O'sha kambag'al menman-da. Nimadir sabab bo'lib, menga pul taraflama yordaming kerak bo'lib qolsa, menga qanaqa qilib yordam bera olasan? Senda pul yo'q-ku. To'g'ri jigar. Oyoqqa orttirib qo'ygan pulim yo'qdi. Lekin seni boshingga ish tushib, qanaqadir pul kerak bo'ladigan bo'lib qolsa, 8 ta qo'yni bozorga olib chiqib, ko'targaniga sotib senga pulni berishga tayyorman. Jigar, boshini og'aynichilik oqibat, pul bilan o'lchanmaydi. Bo'pti jigar, rahmat. Aytgancha pizzani mazza qilib yedim. Yaxshi ko'rishaylik. Yaxshi dam ol og'ayni. Bo'pti. Xo'p. Jigar, 10 ta soxta do'st-a, bir dona bo'lsa ham kambag'al, soddasi yaxshi, oddiylikda